Matiz mashinasini old amortizatorida usulli qilib yig'ish ko'pchilik qiziqdi hamda ko'pchilik o'ylanyapti. Bu narsani sizlarga to'liq video qilib yig'ib ko'rsatib beraman. Bu qo'limdagi eski amortizatori ko'rib turibsizlar, holati ancha ayanchli. Tevasiga Nexus chashka qo'ygan. Bu narsa hozir sizlarga shart emas. Sizlarga xuddi shu holatda stoyka beriladi. Matiz amortizatoriga tushadigan, hamma yo'q radno yig'iladigan holatda xuddi shu stoyka beradi. Bir jup oldiga beriladi hamda oldiga Nexusga old amortizator beriladi. Buni yangi amortizator ochiladi. Bu amortizatorimiz hech qanaqa perdelka yoki perkaska narsa emas, yangi Boskos firmasidan garantiyasi bor amortizator bo'ladi. Bergan stoykamizni ochasiz. İchiga Nexusga bu amortizator tushadi, solinadi. Ustiga gaykasi qatiriladi. Buni gazivida yaxshilab qisib qo'yasizlar. Gazivida qisib bo'lgandan keyin xuddi shu holatda qatadi. Endi buni ichiga ko'pchilik mana bu adboniy rezinka, ya'ni udarniy pinni deyiladi. Buni Nexusga solib qo'yapti. Buni albatta zavodskiy solasizlar. Buni ichini yog'lab turib, ichiga bitta bosasizlar, tushadi. Pinnini savoli xuddi shu holatda ko'rib turibsizlar, tushadi. Xo'p, endi buni yig'ishni boshlaymiz. Birinchi prujinasi, albatta rezinkasi ketma-ketlikda eslab qolasizlar. Bundan keyin mana bu narsa tushadi. Buni ustida ko'pchilik narsa qo'ymaydi. Albatta bunda shaybasi, ya'ni plasmassa shaybasi, temir shaybasi bo'lishi обязательно shart. Bundan tashqari mana bu filkani ko'pchilik o'ylaydi, qayerga qo'yaman? Albatta mana shu joyga qo'yiladi. Mana shu filka qo'yildi, uning ustiga mana bu temir filkasi qo'yiladi. Обязательно qo'yilishi shart. Filkani xuddi shu holatda joylashtirdik, ko'rib turibsizlar. Ikki ustini ketma-ketligi to'g'ri turibdi. Endi buni mana shu joyga shunday joylab qo'yamiz, joyiga tushdi. Endi bundan keyingi etapimiz maskani tayyor turadigan narsasini qo'yamiz. Hammasi radno bilyapsizlar. Perdelka bo'lgani yo'q, hammasi radno tushyapti. Etap faqat. Endi buni ustiga chashka qo'yamiz. Yangi chashka zavodskiy radno qo'yiladi. Endi ustidagi lola deyiladi. Lolani o'rtasi birasi joysimon bo'ladi. Xuddi shu joyini dumalab qo'yasizlar-da, shunday joyga solasizlar. Endi navbat gaykaga, gaykani joyiga solib turib, bemalol qatirib olsak bo'ladi. Tevasini ujmani qatirib bo'ldik. Endi prujinani sekin qo'yib yuboramiz. Xo'p. Yo'q, senga hamma narsa olib beraveradimi? Prujinani qo'yib yuborib bo'ldik. Xuddi shu holatda yig'iladi. Ko'rib turibsizlar, hamma yo'q radno, boshqa narsa yo'q. Bu narsani qo'yishlik uchun oddiygina kulich, bitta kulich hamda prujina syomni kerak bo'lyapti. Albatta oshcha daxmaza hamda boshqaroq o'ylanadigan mujmal narsa yo'q. Gaykalar ichida turibdi. Endi buni solishtirib ko'ramiz. Mana bu radno holati o'zini ko'rib ancha ingichka, bu ancha qalin hamda adboniy rezinkalar tugab ketgan, ya'ni amortizator stabilligini hisobiga adboniyga kuch keladi. Hamda bunga Nexus chashka moslangan, ko'ryapsizlar. Lola qilib hamma yo'q chaqlab moslangan. Bu narsani perdelka joyini yaxshi moslamasa, mana shu joydan qasirlagan bemalol ovoz chiqadi. O'shani hisobiga biz radno maslahat beramiz. Radno yig'iladi. Akamizga Nexus chashkadan radno holatga o'tkazildi. Bu biz beradigan amortizatorimizga faqatgina radno yig'sanglar zo'r chiqadi. Nexusga ham qo'ysa bo'ladi, to'g'ri, lekin Nexusga moslanadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Faqatgina amortizator mana bunda zo'r ishlaydi. Nexusniki jicha ransa qilib qoladi. Qo'yishga ham jicha ustida qiynaladi. O'shaning uchun radno maslahat beramiz. Radno holatga xuddi shu holatda yig'asizlar, hamma yo'q birga-bir ishlaydi. Bu videoni saqlab qo'yasizlar. Mo'g'ul shu amortizatorimizni oladigan bo'lsalar, sizlarga qo'l keladi hamda usulli amortizator xolagan akalar uchun jo'natib qo'yinglar. Oldiga Nexus usulli amortizator, orqasiga to'rtalik amortizator qo'yib berishimiz mumkin. Kelsanglar o'zimiz ustonovcha ham qilib beramiz. Xohlasalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish imkoniyatimiz bor hamda amortizatorlarga garantiya beramiz, razvallarga garantiya beramiz. Bemalol aloqaga chiqib kelishlaring mumkin. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, Matiz akalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.